Ondaqda sağdaşlar yöp yürgün pat pat degan she'rni tanqidilmasi qilaydi. Qo'lim mening ap-aq, yuzim mening aq, yuyib turdim pat pat, obdan qarab baq. Qo'lim mening ap-aq, yuzim mening aq, yuyib turdim pat pat, obdan qarab baq. Sağdaşlar bugungi topshiriq mushu she'rimizni nayt ravan, ochiq, aniq, to'g'ri dekilmasiya qiladigan bo'lib kelinglar va bu she'rni yodlayinglar. Bo'ladi? Kiram. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xolid kelar. Xolid birash bo'ldimi? Olim mening talab bilan o'rtog'im yo'q. Nima ish qildi? Olim uni og'ziga turadi, qo'li bilan mehnat. U har qadam qo'li bilan u yoq bu yoqni qashiydi darsda. O bishini totlab, o mehnat qo'li bilan daftarni tutadi. Undaqda. Bo'pti, Xolid sen chiqash to'g'ri. Men Talatni o'zim bilan ko'rishlik qildim. Talatni chaqiradi. Talat qo'lingni ko'rib boqay. Saodat qo'lingni yumamsa. Attigin tishim cho'tqilamsa. Uyda tish pastini belki. Undaqda. Talat chiroyli bo'lgan bundoq mehnat bo'lsa bo'lmaydi. Qo'lingni har kuni vaqti-vaqtida shu tishini cho'tqilab turgan. Men dadamga deb qo'yay. Sen bir tish past etpasan. Tozliqqa diqqat qil, bilammi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Voy, alaykum assalom. Hozir ishdan tushdimman. To'sinjon o'qish ketgan. Qo'shimcha To'sinjonjon. O'quvchim Talatjon oladi so'rashmanda. Ha. Men bormay turaymi-ki? Bir kunda bu qo'shiqchiga ham hamza bo'lmadi. To'sib borg'im yo'qdi. Bo'pti, mayli. Men bir ishxonani yig'ishtirib, qo'limni yuvib keldim baray. Ma'qul. Qani kirlar dasturxonga. O bolam tomoqni uzamay kiritmamasman. Ha bo'ldi. Qani tomoq baqilay tomoq. Qo'limni bir yuvasam bo'libdi-ku. Biz Uyg'urlarda mehmonning qo'liga suv silgan odatlar bordi. Bu odatlarimiz bu. Shu to'g'ri deysiz mana. Boldan chiqib keladi shu. O'tazman suv akrayapti. Boldan chiqib keladi. Ilonlar tomoq sovuq qolmasin tomoq. Asajuka. Hey, qanday qilsam bo'lar? Hey, bu tomoqni qat'iy yegim yo'q. Abni hekim ma'lum. Shunga bag'im yo'q debdi-kenda, endi tushundim. To'sinjon, men sizga ochiqday va suvxona ichib chiqib ishtarim tutilib qoldi mening. Siz tazliqda emas ekansiz, ma tazliq qilgan mehmon qilchamizni unutgansiz. Bunda qilsam bo'lmag'idek, bunda qilsam qarindishimni qiynab olib qo'yg'idekman. Qanday qilsam bo'lar, bu tomoqni qat'iy yegim yo'q. Tursunjon. Men Talatjonning tozliq masalasi to'g'riliq sizlar bir paranglashmoqchi edim. Bayam tomoqni shunda bir qo'llarda akapda shunday bir xil bearam bo'ldim. Gapning rosti. Endi sizga bir samimiy nasihatim bo'lsin, shu tozliq masalasiga diqqat qilgan bo'lsak. Bu pokizlik, tozliqga iymonning jumlasidandir. Bo'lsin, shu tomoqni bir zo'lmagan bo'lsangiz. Bundaq desam bo'lmag'idek. Boshqalar doyada uni o'ng'aysiz ahvolga tushirib qo'ymay.
Eng yaxşısı xat yazay. Bu tamak egizligime turupla kaldığını ya bu. Acaba ben siz çekti ya bu işini. Aleykümselam. Televizyonda yıkılıp düşkenti. Nima? Nerede çıkıp düştü ya? Futbol meydanında. Ama hazır bırak. Sen çıktım hazır bırak. Balı bırak yoktu mu? Bütün kayırma bak şeyde oynat. Allah çıkma. Ya oturayım bize ben oturayım. Allah Allah tamak bilmeyeceğim sen de ol diye. Burada Abdülhakim Muallim sana xatlagan diye. Abdülkim Ali. Abdülhakim Muallim. Neyim kattı bu? Kapakay. Dostuma koydu doktor. Çıkıp oynayıp da balam keyin aparay. Ama kattı kapakay. Hem düşündüm. Ulan şunu tamak yemep degende. Acep setiş yoktu. Yüz töküldüğün iş oldu. Şunu denimiz bizni tazlap, yaxşı tırışıp koyup degende.